Davom etamiz. Ushbu savolimiz o'xshash ekan. Alyuminiy uchun to'g'ri ma'lumotlarni tanlashimiz kerak. Gidroksidi stronsiy oksid suyuqlanmasi bilan ta'sirlashganda alyuminiy anion tarkibida bo'ladi. Endi bu yoqda stronsiy oksid asosli oksid va u alyuminiy gidroksid bilan ta'sirlashganda o'sha stronsiy alyuminat hosil bo'ladi va o'sha tuz dissotsialanganda anion tarkibida alyuminiy bo'ladi. Bu to'g'ri. Ikkinchisi, normal sharoitda konsentrlangan nitrat va sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Bu xato. Reaksiyaga kirishmaydi. Uchinchisi, kislota bilan ham, ishqor bilan ham vodorod hosil qilishi bilan boradi. To'g'ri, alyuminiy amfiter xossaga ega bo'lgani uchun ishqor yoki kislota eritmasida eriydi. To'rtinchisi, tabiatda erkin holatda uchraydi. Xato. Endi bu aktiv metallardan keyin turadi. O'zi erkin holatda tabiatda passiv metallar o'sha bekativ qatorida vodoroddan keyin turadigan metallar uchrashi mumkin. Misol uchun mis yoki bo'lmasa mis kam miqdorda uchrasa kerak, ko'proq tuz tarkibida uchraydi. Oltin uchrashi mumkin yoki kumush uchrashi mumkin. Shunda to'g'rilarni so'raydigan bo'lsa 1 va 3 degan S javob bo'ladi. Olein kislotaga oid noto'g'ri fikrni toping. Bunda birinchisi formulasi berilgan to'g'ri, ikkinchisi o'sha tuz hosil qilishi ishqor bilan, bu ham to'g'ri. Suvda yaxshi eriydi. Xato, bu yoqda hozir qutbsiz bog'lar bo'lgani uchun, uglerod bog'i ko'p bo'lgani uchun bu qutbsizda nisbatan yaxshi eriydi. Suvda oz miqdorda eriydi. D da gidrolizlanish mahsulotidan hosil bo'ladi deyapti. Bu to'g'ri. Rostdan ham mana shu mahsulotga suv qo'shib, mana o'sha glitserin va hosil bo'lgan mahsulotni, uglerodni, vodorodini yozib chiqqanda rostdan ham olein kislota hosil bo'ladi ekan. Shunda noto'g'risini so'rayapti bizdan, S javob bo'ladi. Keyingisi reaksiyadagi noma'lum kislotani so'rayapti. Demak, reaksiyada hammasi 1 moldan reaksiyaga kirishadi. 1 mol, ya'ni 1 mol tuz hosil bo'lsa, yonida 1 mol suv chiqadi. Bu yerda hozir 24,6 gram tuz hosil bo'lsa, yonida 5,4 gram suv chiqarkan. 1 mol, ya'ni 18 gram suv qancha tuz bilan hosil bo'ladi? 82 chiqdi. O'sha 82 dan aniq bo'lgan qism mana bu 44, mana bu natriy 23 o'shani ayirib tashlasak 15 chiqdi. Bu radikalni massasi. Dastlabki spirtimiz sirka kislota bo'lgan ekan, yoki bo'lmasa etan kislota yoki asetat kislota desa ham bo'ladi. B javob bo'ladi. O'xshash ekan bu savollarimiz. To'g'ri hukmlar sonini toping. Eritma qizdirilganda probirka qat'iy vertikal holatda ushlab turish kerak. Probirkani sal qiyaroq holatda ushlab turish kerak qizdirgan payt. Shu tip men o'zim bilishim bo'yicha, bu men o'zim fikrim, adashmasam, o'sha tepaga qarab tutgan payti modda sachrab ketishi mumkin hammani ustiga. Misol uchun qiyalasib tursa, odamlar bu yoqda tursa nima bo'ladi? Probirka yonida turgan bo'lsa, modda mabodo sachrab ketgan taqdirda ham odamlarga qarab modda uchib kelmaydi. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Endi men har holda shunday fikrdaman. Yoki kimdadir aniq bu narsa bo'yicha fikr bo'lsa, marhamat o'zingizni fikringizni izohga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, qattiq ishqordan so'ndirilgan oxirgi eritmasini tayyorlash uchun rezina qo'lqopdan foydalanish kerak. Yo'q, kerak emas. Bu yoqda hozir o'sha ishqorni olib turib suvga tashlab eritsangiz bo'ldi. Unaqa katta issiqlik ham chiqmaydi yoki bo'lmasa qo'lni kuydiradigan yoki qanaqadir zararli inson uchun xavfli bo'lgan holat kuzatilmaydi. Shuning uchun bu yoqda menimcha qo'lqopdan foydalanishning keragi yo'q. Uchinchisi, muz qo'porosini ruhlangan idishda saqlash tavsiya etilmaydi. To'g'ri. Ruhi bo'lsa o'sha mis bilan plastinkaga oid reaksiyaga ketib qoladi. Mis 2+ ioniga ruh elektron beradi. Natijada ruh sulfat hosil bo'lib qolishi mumkin va mis nol holatda o'tib ketib qoladi. Shuning uchun bo'lmaydi. To'rtinchisi, eritma hajmini aniq o'lchash uchun probirkadan foydalanish mumkin. Bu to'g'ri. Shunda bizdan nima so'raydi? To'g'ri hukmlar soni. Ikkitasi to'g'ri ekan, S javob. Keyingisi o'xshash, bu ham o'xshash. Shunaqa gap do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.